siz ham o'zingiz uyda xuddi shunday oshni isitib va shunday salatni tayyorlab yeyishingiz mumkin. Sizga kerak bo'ladigan narsalar bor yo'g'i 4 dona bodring, 2 dona pomidor va 1 dona chesnok. Hammasini xuddi shunday qilib to'g'risizlar, chiroyli qilib. Pomidorlarni shunday bo'laklarga bo'lasizlarda 1 qoshiq choy qoshig'ida uksus, 1 qoshiq tuz, yarim qoshiq shakar solib hammasini aralashtirib 1 sutka xolodilnik qilib qo'yasizda va o'zingiz osh isitib yeyotganda mazza qilib yesangiz bo'ladi. Buni mazzaligini qaranglar bor. Men ham birinchi ko'rganimda bu salatni juda tayyorlanishi qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, naborot oson ekan. O'zim aytganimdek, chiroyli qilib tayyorlab qo'ydim. Mana bugun ishdan kelib oshni isitdimda va bismillahirrohmanirrohim deb mana boshladik. Qani oylar. Bu pomidorni qarang, oling. Bodringni qarang. Bu salat yeb ko'rmabsiz, osh bilan mazza. Musofirda yurgan ko'kalar, hammalaringga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zimizni qadrimizga o'zimiz yetmasak, biz hech kim qadrlamaydi.